Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Ayrim pensionerlarning pensiyasi nega to'xtatilmoqda? Kimlarning pensiyasi vaqtincha ushlab qolinishi mumkin? Kim bundan xavotir olishi kerak, kim esa xotirjam bo'lishi mumkin? Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas, ularning farzandlari, nabiralari, vasiylari va pensiya olayotgan yaqinlariga yordam beradigan hamma uchun kerak. Chunki birgina hujjatdagi xato, bank kartasidagi muammo yoki vaqtida qilinmagan tasdiqlash sababli odam oyma-oy kutib turgan pulini ololmay qolishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men nafaqat pensiya olib qo'yildi degan gapning asl ma'nosini, balki bunday holatda nima qilish kerakligini, qayerga borish, qanday hujjat tayyorlash, qanday ariza yozish kerakligini ham tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikni katta tashvishdan saqlab qoladi. Avval ko'p hollarda pensioner pensiyasini yillar davomida deyarli bir xil tartibda olib kelardi. Kimdir pochta orqali naqd olardi, kimdir bank kartasiga tushirardi, kimdir ishonchnoma orqali farzandiga oldirardi. Ko'p odamlar pensiya bir marta tayinlangan bo'lsa, endi umr bo'yi avtomatik kelaveradi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya tayinlangandan keyin ham davlat organlari ma'lumotlarni doimiy tekshiradi. Odam tirikmi? Manzili o'zgarganmi? Chet elga chiqib ketmaganmi? Hujjatlar to'g'rimi? Ortiqcha to'lov bo'lmaganmi? Nogironlik guruhi qayta tasdiqlanganmi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish davom etyaptimi? Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Hozirgi o'zgarishlarning asosiy sababi shuki, pensiya tizimida raqamlashtirish kuchaydi. Ya'ni endi ko'p ma'lumotlar faqat pensionerning og'zaki aytganiga qarab emas, elektron bazalar orqali tekshiriladi. Fojia bazasi, migratsiya ma'lumotlari, bank tizimi, soliq va bandlik ma'lumotlari, tibbiy, ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari, oliy ta'lim muassasalari bazalari bir-biri bilan solishtiriladi. Agar bir joyda nomuvofiqlik chiqsa, tizim avtomatik ravishda to'lovni vaqtincha to'xtatishi yoki qo'shimcha tekshiruvga yuborishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsani aniq aytaman. Pensiya olib qo'yildi degani har doim ham pensiyadan butunlay mahrum bo'ldi degani emas. Ko'p hollarda bu vaqtincha to'xtatish bo'ladi. Masalan, hujjat tasdiqlanmagani uchun, karta faol emasligi uchun, ishonchnoma muddati tugagani uchun, nogironlik qayta ko'rikdan o'tmagani uchun yoki pensionerning yashash holati bo'yicha ma'lumot yangilanmagani uchun to'lov ushlab turiladi. Muammo bartaraf etilgach, ko'p holatda to'planib qolgan pullar ham qayta to'lab beriladi. Lekin ayrim vaziyatlarda agar ortiqcha to'lov aniqlansa, masalan, odam ishlayotgani yashirgan bo'lsa yoki vafot etgan shaxs nomidan pul yechib olingan bo'lsa, unda davlat bu pullarni qaytarishni talab qilishi mumkin. Birinchi xavf guruhi: pensiyasini ishonchnoma orqali oldirayotganlar. Masalan, onaxonning o'zi bankka bora olmaydi, farzandiga ishonchnoma bergan. Ishonchnoma 1 yilga berilgan bo'lishi mumkin. Ayrim holatda muddat qisqaroq yoki uzoqroq bo'ladi. Agar muddat tugagan bo'lsa, bank yoki pensiya to'lov tizimi pulni berishni to'xtatadi. Pensioner buni pensiyamni olib qo'yishdi deb tushunishi mumkin. Aslida esa sabab oddiy, ishonchnoma eskirgan. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 78 yoshli pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. U pulni o'g'li orqali oladi. Ishonchnoma 2023 yil mart oyida rasmiylashtirilgan, 2024 yil martda tugagan. Aprel oyida pul kartaga tushgan bo'lsa ham o'g'li yecha olmaydi yoki to'lov bloklanadi. Holatda yangi ishonchnoma rasmiylashtirilsa, muammo hal bo'ladi. Ikkinchi xavf guruhi: nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Nogironlikning ayrim toifalarida tibbiy qayta ko'rik muddati bo'ladi. Agar odam belgilangan vaqtda tiyakdan qayta o'tmasa, tizimda tasdiq yo'q degan holat paydo bo'ladi va to'lov to'xtashi mumkin. Masalan, bir fuqaro ilk guruh nogironlik bo'yicha oyiga 1.700.000 so'm oladi. Uning qayta ko'rik sanasi 21 may. U kasal bo'lib yoki xabari bo'lmay iyun oyigacha bormadi. Natijada iyun oyi to'lov kelmay qoladi. Keyin borib qayta tasdiqlatsa, hujjatlar to'g'ri bo'lsa, to'lov tiklanadi. Lekin bu jarayonda 1-2 oy kechikish bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, nogironlik muddati bor hujjatlaringizni kalendarga belgilab qo'ying. Farzandlaringiz ham nazorat qilsin. 3-xavf guruhi: bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Ayniqsa 12 yoshdan katta o'quvchi yoki talabalar. Bu turdagi to'lovlarda o'qish davom etayotganini tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Agar talaba o'qishni tashlagan bo'lsa, akademik ta'tilga chiqqan bo'lsa
boshqa ta'lim shakliga o'tgan bo'lsa yoki ma'lumot bazaga tushmagan bo'lsa pensiya to'xtatiladi. Masalan, 19 yoshli talaba otasidan o'quvchini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U sentyabrda universitetga kontrakt asosida kirgan, ammo ma'lumot vaqtida bazaga kiritilmagan. Pensiya bo'limida u talaba emas deb ko'rinishi mumkin. Bunday holatda universitetdan ma'lumotnoma olib borish kerak bo'ladi. Aks holda u bir necha oy to'lovsiz qoladi. 4-xavf guruhi chet elga uzoq muddatga chiqib ketganlar. Pensioner chet elda bo'lsa, turli tartiblar bo'lishi mumkin. Ayrim holatda pensiya davom etadi. Ayrim holatda yashash joyi, fuqarolik, hisob raqam va tasdiqlash masalalari tekshiriladi. Eng ko'p uchraydigan muammo shuki, pensioner Rossiya, Qozog'iston, yoki boshqa davlatga farzandlar yo'li ketadi, lekin bank kartasi O'zbekistonda qoladi. Pulni qarindoshi yechadi. Agar tizimda uzoq muddatli chiqish ko'rinsa yoki shaxsning o'zi to'lovni olmayotgani bo'yicha shubha tug'ilsa, tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu holatda pensioner tirikligi. Yashash joyi va pulni olish huquqini tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. 5-xavf guruhi. Bank kartasi muddati tugagan yoki bankdagi ma'lumotlari eskirgan pensionerlar. Hozir ko'pchilik pensiyani kartaga oladi. Karta muddati tugasa, karta bloklansa, bank hisob raqami yopilsa yoki pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, pul tushmay qolishi mumkin. Masalan, pensioner yangi ID karta oldi, lekin bankka borib ma'lumotini yangilamadi. Bank tizimida eski pasport turibdi. Ayrim operatsiyalarda to'lov qaytishi yoki ushlanib qolishi mumkin. Shuning uchun pasport almashtirgandan keyin faqat mahalla yoki boshqa idoraga emas, bankka ham borib ma'lumotni yangilash kerak. 6-xavf guruhi ortiqcha to'lov olganlar. Bu eng nozik masala. Ba'zan odam bilib yoki bilmasdan ortiqcha pensiya oladi. Masalan, fuqaro ma'lum bir imtiyoz asosida qo'shimcha to'lov olgan, lekin imtiyozga asos bo'lgan holat tugagan. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida bola o'qishni to'xtatgan, lekin bu haqda xabar qilinmagan. Yoki vafot etgan pensionerning kartasidan qarindoshlari yana 2-3 oy pul yechgan. Bunday holatlar keyin aniqlansa, pensiya olib qo'yildi, gina emas. Balki ortiqcha olingan pulni qaytaring degan talab ham kelishi mumkin. Masalan, oyiga 900 ming so'm to'lov 6 oy davomida asossiz olingan bo'lsa, 5.100.000 ming so'm qarzdorlik chiqadi. Bu pulni birdaniga yoki bo'lib qaytarish masalasi qo'yilishi mumkin. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz yoshga doir pensiyani qonuniy tayinlatgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'risi bo'lsa, bank ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz bo'yicha muammo bo'lmasa, ishonchnoma muddati tugamagan bo'lsa, nogironlik yoki ta'lim kabi muddatli tasdiqlar sizga tegishli bo'lmasa, odatda xavotirga asos yo'q. Lekin xotirjam bo'lish degan nazoratsiz qoldirish degani emas. Pensiya pulingiz har oy tushayotganini, SMS xabarlarni, bank ilovasini, plastik karta muddatini tekshirib turing. Birinchi nozik joy. Pensiya to'xtashi bilan pensiya bekor bo'lishi bir xil narsa emas. To'xtatish vaqtincha choradir. Bekor qilish esa huquqiy asos yo'qolganda bo'ladi. Masalan, pensioner tirik, yoshga doir pensiya olish huquqi bor. Faqat bank kartasi muddati tugagan. Bu bekor qilish emas. Lekin agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan shaxs o'qishni tugatgan va qonun bo'yicha to'lovga asos qolmagan bo'lsa, bu yerda to'lov to'liq to'xtashi mumkin. Ikkinchi nozik joy. Men xabarim yo'q edi degan gap har doim ham qarzdorlikdan qutqarmaydi. Agar fuqaro o'z holatidagi o'zgarish haqida xabar berishi shart bo'lsa, masalan, ishga kirish, o'qishni to'xtatish, nogironlik muddati tugashi, boquvchi bilan bog'liq hujjat o'zgarishi, u bu haqda vaqtida ma'lum qilmagan bo'lsa, keyin ortiqcha to'lov undirilishi mumkin. Men bu yerda hech kimni qo'rqitmoqchi emasman. Lekin amaliyotda ko'p muammo aynan bilmagandim degan joydan chiqadi. 3-nozik joy, vafot etgan shaxsning pensiyasiga tegmaslik kerak. Bu juda muhim. Oila a'zosi vafot etgandan keyin uning kartasida pul qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zilar bu baribir otamning pensiyasi, oilaga kerak deb yechib oladi. Lekin vafot sanasidan keyin asossiz tushgan yoki asossiz yechilgan pullar keyinchalik muammo tug'diradi. To'g'ri yo'l. FDYoda o'lim qayd etiladi. Tegishli organlarga ma'lumot boradi. Meros masalasi bo'lsa qonuniy tartibda hal qilinadi. Karta PIN kodini bilganingiz uchun pulni yechish huquqi paydo bo'lmaydi. 4-nozik joy. Manzil o'zgarishi. Pensioner boshqa tumanga ko'chgan, lekin ro'yxatdan o'tish, bank filiali yoki pensiya bo'limidagi ma'lumotlar yangilanmagan. Ba'zan odam men Samarqanddan Toshkentga ko'chdim, lekin pensiya baribir tushaveradi deydi. Ko'p hollarda tushaverishi mumkin.
Lekin biror tekshiruv yoki hujjat talab qilinganda eski manzilga xat boradi. Pensioner bilmay qoladi. Keyin to'lov to'xtaydi. Shuning uchun yashash joyingiz o'zgarsa, buni rasmiy bazalarda yangilash kerak. 5. Nozik joy, familiya, ism, tug'ilgan sana yoki JSH sherdagi xatolar. Elektron tizimlarda bitta harf xatosi ham muammo berishi mumkin. Masalan, pasportda To'xtayeva deb yozilgan. Eski hujjatda To'xtayeva deb ketgan. Bankda boshqa ko'rinishda turibdi. Yoki tug'ilgan sana eski mehnat daftarchasida noto'g'ri yozilgan. Bunday nomuvofiqliklar pensiya tayinlashda ham, qayta hisoblashda ham, to'lovni tiklashda ham vaqt oladi. Agar sizda eski hujjatlar bilan yangi ID karta ma'lumotlarida farq bo'lsa, oldindan tartibga keltiring. 6. Nozik joy, pensiyadan ushlab qolish masalasi. Ba'zan odamlar pensiyam kamayib qoldi, demak olib qo'yishdi deydi. Aslida bu aliment kredit qarzdorligi sud qarori, ijro hujjati yoki ortiqcha to'lovni qaytarish bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Qonunchilikda pensiyadan ushlab qolishning chegaralari va tartibi bo'ladi. Hammasi ham xohlagancha ushlab qolinmaydi. Agar sizning pensiyangiz 1 million 500 ming so'm edi, bu oy 1 million 1 ming so'm tushgan bo'lsa, darhol bankdan va pensiya bo'limidan sababini so'rang. Nega kam tushdi degan savolni og'zaki emas, imkon bo'lsa yozma tarzda bering. 7. Nozik joy, ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensioner ishlasa, pensiyasi olib qo'yilar ekan deb o'ylaydi. Yoshga doir pensiya oluvchi ko'p holatda ishlasa ham pensiyasini oladi. Lekin ayrim maxsus to'lovlar, ustamalar, nafaqalar yoki shartli imtiyozlarda ishga joylashish ta'sir qilishi mumkin. Masalan, kam ta'minlanganlikka bog'liq yordam, parvarish puli ayrim kompensatsiyalar bo'yicha daromad hisobga olinadi. Shuning uchun men ishga kirsam pensiyam yo'qoladimi degan savolga umumiy javob berib bo'lmaydi. Qaysi turdagi pensiya yoki nafaqa olayotganingizni bilish kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar pensiyangiz tushmay qolsa yoki kamayib qolsa, birinchi navbatda vahimaga tushmang. Men tavsiya qiladigan tartib quyidagicha. Birinchi qadam, bankni tekshiring. Agar pensiya kartaga tushsa, bank ilovasiga kiring, SMSlarni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, karta bloklanmaganmi, hisob raqam faolmi, shuni aniqlang. Bankka borganingizda pasport yoki ID karta, plastik karta, telefon raqamingiz yoningizda bo'lsin. Bank xodimidan aniq so'rang. Pensiya to'lovi kelganmi yoki kelmaganmi? Agar kelib qaytgan bo'lsa, sabab nima? Hisob raqaming faolmi? Og'zaki bilmaymiz degan javob bilan cheklanib qolmang. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bora olmasangiz, qonuniy vakilingiz yoki ishonchnoma asosidagi odam bo'lsin. Yonda quyidagi hujjatlar bo'lsin. Pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank karta rekvizitlari. Ishonchnoma bo'lsa asl nusxasi, nogironlik bo'yicha hujjatlar, o'qish ma'lumotnomasi. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa tegishli hujjatlar. Agar muammo boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, talabalikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma albatta kerak bo'ladi. 3-qadam, sababni yozma tarzda so'rang. Men hamisha shuni maslahat beraman. Pensiyam nega to'xtatildi degan savolni faqat koridorda og'zaki berib qaytmang. Ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya to'lovi falon oydan boshlab kelmayapti yoki kamaygan. To'lov to'xtatilishi yoki kamayishining qonuniy asoslari haqida yozma tushuntirish berishingizni, agar hujjat yetishmasa, qaysi hujjatlar kerakligini ma'lum qilishingizni so'rayman. Arizada FI, manzil, telefon raqami, sana va imzo bo'lsin. Ariza nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi oldiring yoki elektron murojaat qilsangiz raqamni saqlab qo'ying. 4-qadam, hujjatdagi xatolarni tuzating. Agar muammo ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari, bank rekviziti yoki manzilda bo'lsa, avval qaysi idorada xato turganini aniqlang. Bankdagi xatoni bank tuzatadi, FHDya yozuvidagi xatoni FHDya tartibida hal qiladi. Pensiya ishida eski hujjatdagi nomuvofiqlik bo'lsa, pensiya bo'limi qaysi tasdiqlovchi hujjat kerakligini aytadi. Bu ishlar vaqt oladi, lekin kechiktirsangiz pensiya ham kechikadi. 5-qadam, muddatli hujjatlarni oldindan yangilang. Nogironlik qayta ko'rigi, ishonchnoma muddati, talabalik ma'lumotnomasi, bank kartasi muddati, pasport amal qilish muddati. Bularning har birini alohida daftar yoki telefon eslatmasiga yozib qo'ying. Masalan, ishonchnoma 10 yilda tugasa, 10 yilni kutmang. Iyun oyining oxirida yangilashga harakat qiling. Bank karta muddati 02-26 deb yozilgan bo'lsa, 2026 yil avgust tugashidan oldin bankka boring.
Nogironlik qayta ko'rigi 20 noyabr bo'lsa, hujjatlarni oktyabrdan tayyorlang. 6-qadam. Ortiqcha to'lov bo'yicha xat kelsa e'tiborsiz qoldirmang. Agar sizga falon summa ortiqcha to'langan, qaytaring degan talab kelsa, darhol hujjatlarni ko'rib chiqing. Haqiqatan ham ortiqcha to'lov bo'lganmi? Qaysi davr uchun qanday hisoblangan? Siz xabar berganmisiz yoki yo'qmi? Hammasini aniqlang. Agar rozi bo'lmasangiz yozma e'tiroz bering. Agar rozi bo'lsangiz bo'lib to'lash imkoniyati bor yo'qligini so'rang. Eng yomon yo'l bu xatni yashirib qo'yish yoki o'zi unutiladi deb yurish. Chunki keyin ijro tartibi ushlab qolish, sud masalalari paydo bo'lishi mumkin. 7-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar bank ilovasini ishlata olmaydi, SMS o'qimaydi, ariza yozishni bilmaydi. Agar ota-onangiz yoki buvingiz pensiya olsa, oyiga bir marta ulardan so'rang. Pul tushdimi, karta ishlayaptimi, hujjatlar joyidami? Ishonchnoma muddati qachon tugaydi? Agar ular chet elga ketayotgan bo'lsa, pensiya to'lovi masalasini oldindan aniqlang. Bitta telefon qo'ng'irog'i yoki bitta tekshiruv keyinchalik 2-3 oy sarson bo'lishning oldini oladi. 8-qadam, rasmiy manbalarga tayaning. Mahalladagi mish-mish, qo'shnining gapi, Telegramdagi vahimali sarlavha bilan qaror qilmang. Hamma pensionerlarning puli olib qo'yilar ekan. Ishlagan pensionerga pensiya berilmas ekan. Chet elga chiqqan odam pensiyadan ayrilar ekan. Kabi gaplar ko'pincha to'liq tushuntirilmagan bo'ladi. Har bir holatda pensiya turi fuqaroning maqomi, hujjatlari va qonuniy asoslari muhim. Shuning uchun rasmiy pensiya bo'limi, bank va tegishli davlat xizmatlari orqali tekshiring. Bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, pensiya to'xtab qolsa, darhol olib qo'yishdi deb vahima qilmang. Lekin beparvo ham bo'lmang. Sabab ko'pincha hujjat, bank karta, ishonchnoma, qayta ko'rik, o'qish ma'lumotnomasi, manzil yoki elektron bazadagi nomuvofiqlik bilan bog'liq bo'ladi. Muammoni tez aniqlasangiz, ko'p hollarda to'lov tiklanadi va kechikkan pullar ham hisoblab berilishi mumkin. Ammo ortiqcha to'lov, vafot etgan shaxs kartasidan pul yechish, muddatli hujjatlarni yashirish yoki o'zgarishlarni xabar qilmaslik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq pensiya kartangiz muddatini, ishonchnoma bo'lsa uning amal qilish sanasini, nogironlik yoki talabalik hujjatlari kerak bo'lsa ularning muddatini tekshiring. Agar pensiya kamaygan yoki tushmagan bo'lsa, avval bankka, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling va albatta yozma tushuntirish so'rang. Sizda ham pensiya tushmay qolgan, kamaygan yoki hujjat sabab to'xtatilgan holat bo'lganmi? Izohlarda yozing. Qaysi viloyat yoki tumanda qanday muammoga duch kelganingizni ayting. Bu boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumot aynan bugun kimningdir pensiyasini saqlab qolishi mumkin.